Hozir Surxondaryoda moda bo'lganki, aka qattasiz. O'zi Surxondaryoga kelin bo'lib kelganman. Bu yoqda hech kimim yo'q. Musofir bo'lib kelganman. Alohida bo'lib chiqishimiz kerak bo'lgan. Uyimda 12 ta usta, yotib ishlaydigan ustalar, 3 mahal osh ovqati, yosh bolam, 1 yosh bolam bo'lgan. Yo, men bu narsaga hayron qolaman. Hozirgi kunda divanli ekspertlar paydo bo'lganda, divanda o'tirib olib, "Amda qaydi, mana qaydi" deydigan. Men savdo qilishim kerak, faqat savdo qilishim kerak deganman. Men keyin ishlatasizmi? Men ishlashni xohlayman, uyda o'tirishni xohlamayman deganman. Ha, mayli ishlaysiz deganlar. Ana keyin to'ydan keyin ishlatmaganlar. Mana shuncha ishga, buncha uspet qilishga bu qayerdan energiya, motivatsiya olgansiz? Chala psixologlar o'zingni xohishingdan qolma, o'zingni orzuyingga erish, u bu deyshadi. Bu noto'g'ri deb o'ylayman, mening fikrimcha. Albatta. Hammani roziligi kerak. Men aytdim-ku, bekitib qilganman deb, xo'jayinim ishda bo'lganlarida bekitib qilganman. U narsaga norozi bo'lganlar. Baribir bir kun keldi. Uyimda katta anaqa janjal bo'ldi, yig'ishtirib o'shingni dedilar, kimdan so'rading dedilar. O'shancha u narsa kerak emas. Oxir o'zlari rozi bo'lib pul berdilar, rivojlanib ketdim-da. Do'stlar, yana bugun sizlar bilan Voha podkast. Voha podkast navbatdagi mehmoni Surxondaryolik ajoyib tadbirkor ayolimiz. Bugun studiyamiz mehmoni Sevaropa bo'ladilar. Assalomu alaykum Sevaropa. Studiyamizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat, kattakon taklif uchun. Surxondaryoda hozirgi kunda ayollardan intervyu yoki podkast olish ancha muammoli bo'lib qoldi. Sababi ko'pchilik uyaladi, olib borayotgan ishlar haqida mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'pincha reklama qilgisi kelmaydi. Biz anchadan beri sizni kuzatamiz. Nafaqat Instagramda, balki Telegram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham hozirgi kunda Denov shahriga o'zingizni rivojlanishiga ancha hissa qo'shib kelyapsiz. Bugun savollarimiz juda ko'p opajon. Bemalol o'tirib olsangiz, xudo xolasa, nafaqat bizda, balki obunachilarimiz tomonidan ham berilgan noqulay savollar bo'ladi. Shunaqa savollar bor, даже oilaviy, даже masalaga ham kiradiganlar bo'ladi. Iloji boricha sizdan mana shu narsaga откровенно ochiqroq gapirsangiz, juda ham chiroyli chiqqan bo'lardi. Xo'p, ko'pchilikdan qiziq bir savol kelib tushgan. Menga ham shu savol juda qiziq. Ya'ni birinchi savolimiz shundan iboratki, necha yildan beri biznes bilan shug'ullanasiz degan savol berishdi. Biznesni o'zi men yoshligimdan beri desam ham bo'ladi. Chunki uyimdagilar yoshligimdan savdo qilishardi. Shunda maktabdan kelib, men ham choyimni ichib savdoga, do'konga chiqardim. Hozirgacha ham shu ahvol, hozir ham savdo qilishadi. Bu yoqqa Surxondaryoga kelganimdan keyin, to'yimdan keyin 1-2 yil jim o'tirdim. Keyin boshladim-da. Birinchi boshlashim har xil kompaniyalarga a'zo bo'lib boshlashdan boshlandi biznesim. Keyin sekin-sekin kattalashtirib bordim. Keyin o'zimni onlayn gruppamni ochdim. Onlayn gruppam ochilganiga 8 yil bo'ldi. 8 yil? 8 yildan beri onlayn gruppamni yuritaman. Undan oldin sotganman, lekin onlayn sotmaganman. Tanish bilish, qarindosh urug'larga sotganman. Bunaqa olib qaraydigan bo'lsak, faqat offlayn bilan shug'ullangan ekansiz. Lekin 8 yildan beri onlayn sistemada ishda borayotgan ekansiz. Bu katta so'rovda. 8 yil oldinda orqaga qaytaradigan bo'lsak, menimcha hozir 2017-yildan boshlagan ekansiz. 2017-yildan onlaynni boshlaganman. O paytda ko'pchilik Telegram kirishni ham bilmasdi. Lekin gruppamda ham sanoqli odam bor edi o paytlar, lekin hammasi aktiv, oladigan, hammani yengilliklarni olib kirishni yaxshi ko'rardim. Nima yengillik bo'lsa, sразу gruppamga tashirdim. Odam soni kam bo'lsa ham, lekin zakazim ko'p bo'lardi. Xullas, obunachilarimizga mana berilgan savolga Sevaropa javobini berdi. Ya'ni 8 yildan beri onlayn biznesda o'z faoliyatlarini olib borayotgan ekan. O'zimga qiziq, hozir mana muloqotimiz vaqtida Toshkentcha shevada gapiryapsiz. Hozir Surxondaryoda moda bo'lganki, aka qattasiz degan meni hozir o'ylantiryapti. Yo bu aksentni siz Toshkentga borib, yo bu tanishlar orasidan yoki podkast uchun qanaqadir bir chiroyli eshitilsin degan maqsadda aytyapsizmi, yo tushunmadim shu narsaga. Yo'q, men o'zi Surxondaryoga kelin bo'lib kelganman. Bu yoqda hech kimim yo'q. Musofir bo'lib kelganman. 16 yil bo'ldi to'y bo'lib kelganimga. Mana 16 yildan beri Denovda yashayman, lekin Toshkentda o'sib katta bo'lganim uchun shevam u yoqnikiga tortib ketadi. Denovni ham aralashtirib gapiraman. Toshkentga borsam, tiling ham Denov shevasiga ketibdi deyshadi. Bu yoqdagilar anaqa tilingiz hali o'zgarmagan deyshadi-da. Aralash
duch kelganda gapirib Bundoq ketaveraman. qaraydigan bo'lsak, mix bo'lib Ha, aralash shevada qulay bo'lganiga gapirib ketaveraman. 16 yil bo'ldim Surxondaryoda yashayotganingiz. 16 yildan beri Denovda yashayman. Ko'z tegmasin, sog' bo'ling. 16 yildan beri yashayotgan bo'lsangiz, siz bizni уже нашинский, как Ha, yo men Denov yaxshi ko'raman. Albatta, yaxshi ko'rganingiz uchun shunaqa proyektlarni qilib xalqimizga yangilik judayam qilishdan yaxshi to'xtamayapsiz, ko'raman. ko'z tegmasin. Xo'p, navbatdagi savolimizga qaytamiz. Navbatdagi savolimiz ijtimoiy tarmoqlar orqali olgan savolimiz bo'ladi. Xo'p, Mega Surxon proyektini boshlashga sizga nima turtki bergan? Men o'zi oldin salonda ham ishlaganman Toshkentda. Keyin xo'jayinimga turmushga chiqayotganimda aytgandim. Men keyin ishlatasizmi? Men ishlashni xohlayman, uyda o'tirishni xohlamayman deganman. Chunki yoshligimdan qo'limda pul bo'lgan, savdoda ishlaganman. Pulim bo'lgan, kimdandir pul so'rab yurishni xohlamaganman. Keyin ishlatasizmi desam, ha, mayli ishlaysiz deganlar. Ana keyin to'ydan keyin ishlatmaganlar. O'tirganman uyda, baribir anu qonda borda savdo qilish, uyda o'tirib nimadir qilib pul topishim kerak deganman, lekin xo'jayinim ham yaxshi topadilar, pul beradilar, o'zimniki bo'lgani undan ham yaxshi-da. To'ppa-to'g'ri. Keyin o'tirib men maktablarga anu ham sotganman. Pitsa, biror narsalar, yana somsalar qilib ham chiqarardim. Tinchimagan Ha, ekansiz. xo'jayinim resta bo'lardilar, fura xaridorlar o'sha paytlar. Resta bo'lgan kunlarga mo'ljallab uyda bo'lmaylar-yu deb, qaynonam qarshilik qilmaganlar. O'sha paytlarga narsalar ham pishirib sotganman, o'zim pulim bo'lishini xohlab. Keyin biznesni boshlab o'rganman-da. Ko'z tegmasin, lekin bunda shijoat har kimga emasda. Toshkentdan Surxondaryoga kelin bo'lib tushib, mamdaqa ishlarni qilish, tim bo'lib pochchamiz ruxsat bergan ekan. Eng hozir global muammo oilada ayollarga salonga ruxsat bermadilar-da. Keyin yo'q, ishlamaysan dedilar. Men o'tirib keyin shu onlayn biznesni anaka topdim. Opam u yoqdan menga kiyim-kechak yubordilar Toshkentdan. O'shalarni bolalarim har xil qo'shimcha darslarga olib borardim. O'shalarga olib borib tanish ayollarga sotganman. Keyin gruppa ochdim. Telegram ochilgandan keyin gruppa ochib onlayn savdo qilishni boshladim. Ajoyib, ko'z tegmasin. Shijoatingizga tim bo'lib mana hozir bu savolni bergan obunachimiz eshitib turgan bo'lishi mumkin. Juda ham ajoyib savolga javobi men ham o'zim qoniqdim deb qaraydigan bo'lsak. Shoshilamiz do'stlar. Xo'p, keyingi savolimizni Sevoropaga juda ham tayyorlashga qiziqyapman. Bu savolni berishimdan maqsad chunki men ham o'sha yo'ldan o'tib borganman. Xo'p, 4-chi savolimiz shundan iboratki, Mega Surxon proyektini qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Boshlagan paytingiz har bir ishda baribir menimcha cho'qqiga chiqayotgan, bilesizdan chiqayotgan ozroq energiya talab qilinadi-da. Eng ko'p qiyinchilik menda bo'lgan bo'lsa kerak deyman. Chunki erkak kishi bo'lsa unga xo'jayin bo'lmaydi. Xohlagan proyektini qilib ketishi mumkin. Ayol kishiga bu narsa juda ham qiyin. Ayniqsa, men bu gruppani ochganman, lekin yuritib ketishga ozgina qiynalganman. Sababi biz alohida bo'lib chiqishimiz kerak bo'lgan, uyimda 12 ta usta, yotib ishlaydigan ustalar, 3 mahal osh ovqati, yosh bolam, 1 yosh bolam bo'lgan. Bu yoqda gruppaman bo'lganda. Ajoyib. O'shaning uchun juda ham qiynalganman. Ovqatlarni vaqtida qilib berish kerak. Xo'jayinim telefonni olma qo'lingga, kerak emas, savdo umuman kerak emas, senga pul kerak bo'lsa o'zim beraman deganlar. 3-4 kunlab telefonimni ham olib qo'yganlar. Savdo qilmaysan deb. Yana ovqatlarni vaqtida qilib, men onaman, kelinman, ayolman, hammasini joy-joyiga qo'yishga harakat qilib, yana xo'jayinimdan telefonni olib, bo'sh vaqtimda sekin-sekin shug'ullanib, yana shu ishga kirishib ketganman. Pochcham boshida qiyinchilik tug'dirib bergan ekanlar-da baribir. Lekin pulni berganlar. Boshiga mablag' berganlar. O'sha paytlar menga 2 million pul berganlar. Men biznes qilishim kerak, uyda o'tirib zerikvorman desam, uydan chiqmasdan nima ish qilsang qilaver deganlar-da. Keyin shu onlaynni topganman. Qo'llab-quvvatlaganlar. Keyin ulgurmay qolganimdan, klientlarim slishkim ko'p bo'lganidan, zakazlarni yetkiza olmay qolganman. Bu yoq usta tushib qolgan uyimga. O'sha payt bo'ldi yig'ishtirdiganlar. Yo'q, men buni qancha qiyinchilik bilan boshqardim, lekin uni tashab keta olmayman deganman. Keyin yo'q, yana to'g'ri tushunganlar. Yo, men bu narsaga hayron qolaman. Hozirgi kunda divanli ekspertlar paydo bo'lganda, divanda o'tirib olib, "Amdaqa edim, amdaqa edi" deydigan ayollar o'rtasida ham borda, ko'pincha ahamiyat beraman. Даже biz o'zimiz uyimizda ham hech narsa qilmasa, mana bu unday ekan, bunday ekan, kim aytaman, oldin shu qilgan ishni qilinglar, keyin uni absurdat qilinglar deyman-da. Mana shuncha ishga, buncha uspet qilishga bu qayerdan energiya, motivatsiya olgansiz? Men savdo qilishim kerak, faqat savdo qilishim kerak deganman. 12 ta ustaga ham 3 mahal ovqatini, yana ular ertalabga ham ovqat yeyishardi. Ha, telefonimni olishim uchun, savdo qilishim uchun tinmay ishlaganman deb, bomdoddan keyin obedda ovqatini harakatini qilardim. Yarmini tayyor qilib qo'yardim, keyin pochtalarimni chiqarardim. O paytda mashinam ham yo'q edi. Qiynalardim, taksi chaqirib. Mana onlayn taksilarimiz ham yo'q edi. Ha, tanish taksilarni chaqirardim.
juda qiynalganman-da. Agar u kunlarni ko'rmaganimda hozir bu kunlarga yetib kelmasdim. Albatta har bir ishni boshida qiyinchilik bo'lgani ma'qul ekan, chunki qiyinchiliklar bizni toblab olib borar ekan shu biznes. Hozirgi kunda masalan qadriga yetib boshlaysiz. hozirgi kunda Telegram tarmoqlariga sizni gapingizni bo'ldim. Telegram gruppalari bor, kanallari bor, kiramiz. Mega Surxonga o'xshagan kanallar bor. Mega Surxon kanalini qolgan gruppalardan nima farqi bor? Mega Surxon ochilgandan beri nechta gruppalar ochildi, yopilib ketdi. Ochildi, yopilib ketdi 8 yil mobaynida. Lekin Mega Surxon haligacha borligi, aktivligi sababi klientlardan men oldindan to'lov olmayman, kelmagan narsasi uchun oldindan to'lov olmayman hech qachon. Shunday zakaz berishadi, zakazni qabul qilaman. Hatto taksilarimiz yetib borgandan keyin o'sha taksiga pul berishadi. Denovga kelgandan keyin ham klik qilib bering, keyin yetkazdirib beraman degan gaplar yo'q. Faqat qo'liga yetib borgandan keyin klient pulini beradi, olib qoladi. Shuning uchun boshqa gruppalardan ko'ra umri uzoq bo'ldi deb o'ylayman. Bunga sabab o'zim bir paytlar shu hali gruppa ochilmasdan, Telegram ochilgan 2016-yil Telegram ochilgan bo'lsa, men ham har xil gruppalarda o'tirardim. Turk gruppasiga zakaz berganman. Oyoq kiyim zakaz berganman. O'zimni oyog'im razmerini zakaz berganman. Uni kelishini qancha kutganman? 1 oylar kutdim. Chunki seriya to'lish kerak edi, kelish kerak edi. Kutdim. Kelgandan keyin mamlaqa pochtalar ham bo'lmagan, taksilar yuborib, olib keltirganman uni. Shuncha kutgan oyoq kiyimimni shunday kiyib ko'ryapman. Menga 2 razmer katta deb oyoq kiyim. Uni 1 oy kutganman. 1 oy kutilgan natijada yana shunday 2 razmer katta telefon qilyapman shu oyoq kiyimni zakaz qilgan ayolga. Opajon, menga buni almashtirib bering dedim. Mayli, ustiga qo'shib beraman. Yo'q, sotilgan narsa qaytarib berilmaydi, almashtirib olinmaydi dedi. Shu narsa menga yomon ta'sir qilgan. U oyoq kiyimni birovga bera olmaganman, sota olmaganman, yaxshi ko'rganman, kiya olmaganman hamda. Shu narsadan juda ham ta'sirlanganimdan men o'zim gruppa ochganman. Gruppa ochganimda oldindan to'lov olmayman deganman. Menda yana boshqa gruppalardan afzalligi almashtirib beriladi. Agar bironta muammo bo'lsa, razmerda muammo bo'lsa, almashtirib beriladi menda. Olding bo'ldi seniki degan gap emas ekan. Pulini olib, yo'q bo'ldi, o'zingiz yetgan razmer degan gap yo'q menda. To'g'ri kelmadimi? Chunki razmerlarga ham ishonch yo'q-da hozir. Ko'z tegmasi o'shancha almashtirib beriladi. Olib lekin biznesingizda o'zi har bir ishda yolg'on ishlatilmasligi kerak ekan, baraka uchadi deydi. Ko'z tegmasin hozir bizning uydagilarimizdan sizdan zakaz qilishadi. To'g'risini aytishim kerak. Yolg'on yo'qligi. Mana shu biznesingizda hammasi sistemlashtirilganligi. Bu savolning javobi men juda ham qoniqtirdi. Kelajakda men ham qiladigan ishlarimga harakat qilaman. Mana shu sizdan qanaqadir insonni bir nima olish kerak ekanda. Yaxshi tarafini oling, yomon tarafini esingizdan chiqaring degan joyi bor ekan. Xudo xohlasa nasib, inshaalloh mega proyekt, Mega Surxonni nafaqat Surxondaryoda, balki O'zbekiston bo'ylab rivojlanib ketishiga biz harakat qilamiz, hissa qo'shishingizga nasib. Xo'p, endi 5-savolimizga Sevropa qaytamiz. Eng takoy savollar birida shu denovliklar Mega Surxon loyihasini qanday qabul qilishda boshlaganingizda. Endi qiziq-ku, o'sha paytlar 8 yil oldinda onlayn dastavka bo'lmasdi, birov Telegramdan ko'rsa zakaz beraymi, bermaymi, aytgan narsa kelar, rasmdagi narsa borda, lekin kelganda boshqa narsa bo'ladi-ku. O'shani sizga qanday qabul qilishdi bular? Bu narsa anaqa nima desa bo'ladi? Ba'zi reklamalarda bo'rttirilgan bo'ladi. Uni ba'zida o'zim ham bilmayman-da. Menga ham reklama tashab berishadi, men uni gruppamga tashiyman. Ba'zi kremlarni sotganman vaqtida shunday sursa ajinlar yubib qoladi. Men ham reklamasini tashaganman, kelgan klientlarga dastavka qilib berganman, ishlatishgandan keyin Sevropa bunaqa emas ekan-ku deyishgan, o'zim xijolat bo'lib qolganman. Bitta narsam haqida, mahsulotim haqida kimdir yomon otziv beradi, o'shandan keyin shu narsani sotmayman. O'zim endi hamma narsani sinab ko'ra olmayman. Shunaqa. Keyin shu sotgan narsalarim haqida yomon deysa, bo'ldi, to'xtataman shu narsani. Keyin denovliklarning nimasi yaxshi? Surxondaryoliklar o'zi. Surxondaryoliklar. Gruppamga odam qo'shib beringlar desam, kimda Telegram bo'lsa qo'shib berishadi. Hozir 10 mingta odamim bo'lsa, hammasi aktiv klientlarim, hamma bir-birini qo'shgan. Menda odam uncha-munchaga kamaymaydi. Shu 10 mingta turadi faqat. Oxirgi marta ko'rganimda 27 mingta. 27 mingta edi.
keyin orada yana uyimga usta tushdi. Men gruppani yopib qo'ydim. Endi savdo sohasida ayollar erdan ruxsat oldimi, tez o'sha narsaga erishgisi keladi. O'zim ham xuddi shunaqaman. Keyin vaqtida dastavkalarni qilib bera olmay qoldim. Ozgina tanaffus qildim. O'sha payt gruppani yopib qo'ydim. Shutdown bo'ldi-da. Ha, gruppani yopdim. O'sha vaqtlar ozroq kamaydi, lekin baribir hozir ham. No, не каждому 10 mingta подписчикda aktual variantda ushlash hozirgi kunda juda muammo. Hozirgi kun blogerlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, bu o'zimning fikrim. Подписчик 100 mingdan oshib ketganda stories ko'rganingizda bor yo'g'i 400 ta yoki 1000 tagina odam ko'rishadi. Bu ko'pincha menimcha aktiv emasligini ko'rsatadi. Bo'rtirilgan holat sizda yo'qligi odamni xursand qiladi. Xo'p, opajon, endi 6-savolimizga qaytamiz. 6-savolimiz ham Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali berilgan savol bo'lyapti. Mega Surxon loyihasidagi birinchi olgan zakazingizni esla olasizmi? Mana Telegram kanalda ochdingiz, tiq etib birinchi tushgan zakaz bo'ladi-ku. Shunda ochdim. Denovlik tanishlarimni qo'shdim. Denovliklar yana o'zlarining tanishlarini qo'shishdi. Shunda yarim soatmi 20 minut ichida bittasi yozdi lichkamga. Duxini so'rab, gruppaga o'sha duxilarning rasmini tashlagandim. O'sha attari so'rab, shuni Termizga dastavka qilib bera olasizmi deb yozdilar. Shunaqa xursand bo'ldim. Termizga dastavka denovdan. Termizga haligacha borlar shu klientim. Haligacha sizdan oldi berdi. Haligacha mendan oladilar. Shampun kerakmi, balzam kerakmi, nima kerak bo'lsa, hamma narsani haligacha mendan oladilar. Shu klientimga dastavka qilib bergandim-da, xursand. Ko'z tegmasin. Bu masalan klientlarda marketingda shuni o'qitiladi, ketgan klientlarni qaytarib olish. Ya'ni doimiy mijozda oxirigacha ushlab turish juda qiyin bo'ladi-da. Hozirgi kun talabiga deb qaraydigan bo'lsak, klientlar zoqcha qo'nar u shoxga emas, bu shoxga sizdan ko'radida, boshqasidan ko'ra. Masalan, men uydagilarim shunaqa qilish mumkin. 3 ta 4 ta profilni ko'radida, solishtiradida, Mega Surxon sevaradi deydi. Endi onam zakaz qilamiz. Nimaga zakaz qilasiz? Boshqa kanal yo'qmi deyilganda, nimaga? Olib kelasan, yo'qni to'g'ri kelmasa almashtirib beradi. Shunaqa joylari borligi, masalan, keyin klientlar ushlab qolishiga juda ham yordam berar ekan. Tadbirkor ayollarimiz diqqatiga, kim o'z biznesini boshlamoqchi bo'lsa, bunim bo'lmayapti, bola chaqam, erim, yo to'g'ri. Avvalambor masalan sizdan ham bir narsani so'rashim kerak. Ayollar eridan ruxsat olib qilingan biznesda Alloh baribir baraka berar ekanda. Albatta. Hozirgi kun hammani ayta olmaymiz, qo'shtirnoq ostidagi shunaqa ayollarimiz bor. Erda bir so'm kelmagan, lekin biznesni boshlab ko'karmagan odamlar borda. Erkaklarga ham meni onamning gaplari bor. Bir biznesni boshladingmi? Hammani rozichiligida yur. Masalan, joyi kelganda xotiningizni sal xafa qildingmi? O'zimda bo'ldi, yaqinda shu holat kuzatildi. Ozgina ko'ngilni ortib qo'ydim. Er-xotin bir Mega Surxon astag'firulloh, nima edi? Biz loyihamiz nomi esimdan chiqib ketdi. Masfit. Masfit er-xotin boshlaganmiz, sal xotinning ko'nglini ranjitib qo'ydim. Orada savdolarim mana shu chiqadigan joyga pastga qarab sakray boshladi. Hammasiga Allohning o'zini aytgani bo'ladi. Ya'ni Alloh nimani xohlasa shu bo'ladiki, birovni ko'nglini og'ritmaslik kerak ekan demoqchiman. Erni ko'nglini og'ritish, xotinning ko'nglini og'ritish olib borayotgan bizneslarimizga qanaqadir baribir utechka berar ekanda shu joylarda. Juda katta ta'sir qiladi. Men ancha yillar oldin do'konimni ochgan bo'lardim. Lekin xo'jayinim aytdi, puling bo'lsa och deb. O'sha paytlar pulim ham, mablag'im ham bor edi, lekin men noroziman dedilar. Shuning uchun ochmadim. Senga nima keragi bor do'kon? Bolalarimiz yosh hali dedilar. Meni bolalarim yosh, o'shaning uchun anaqa uyga, ustalarga, uylarim hali to'liq bitmagan. Kim bo'ldi? O'shaning uchun ustalarga ulgurmaysan, undan ko'ra onlayn savdoing yaxshi dedilar. Shunday. Onlayn savdoni onlayn vaqting bo'lganda shug'ullanasan, boshqa payt bolalar tarbiyasi, osh-ovqat, uy ishlari bilan shug'ullanasan. Men do'kon ochishingga qarshiman dedilar. Agar bir og'iz mayli roziman deganlarda o'sha payt ochardim. Qarshiman deganliklari uchun ochmadim. Mayli bunda ham bir xayr bordir dedimda. Chunki xo'jayinimni norozi qilib men yaxshilikka nimaga erisha olmayman-da. O'sha biznesni boshlaganimda ham o'zlaridan pul olib boshlaganman. Ba'zida shu qarshilik qilganlarda to'xtatib turdim, yana mayli ishlar deganlarda yana ishladim. Mana shunaqa qilib davom etib ketadi-da. Xullas kalom pochchamni pullari barakali ekanda. Mana Alloh opam bizneslariga baraka beradi. Bir man katta ketib qolsam, aytib qo'yinglar. Endi yana bir savolim bor, bu o'zim shaxsiy savolim. Hozirgi kun ayollarni ko'pchilikka motivatsiya etishmaydi. Aytganingizdek, bola chaqa, qaynona, uy ishlari, kimdir baribir sizni biznesingizni ko'rganda yo bo'lmasa mana Batu Collections o'zining do'konini ochganda, yana qayerdadir kimdir do'kon ochyapti. Baribir ayollar orzuga beriladi-ku. Shu endi biznesini boshlayman deydigan ayollarga bir maslahatingiz kerak edi. Ularga maslahatim,
xo'jayinlarini обязательно roziliklarini olsinlar. Chunki men aytdim-ku, bekitib qilganman deb, xo'jayinim ishda bo'lganlarida bekitib qilganman, u narsaga norozi bo'lganlar. Baribir kun keldi. Uyimda katta anaqa janjal bo'ldi, yig'ishtirib o'shingni dedilar, kimdan so'rading dedilar. O'shaning uchun u narsa kerak emas. Oxiri o'zlari rozi bo'lib pul berdilar, rivojlanib ketdim-da. Bo'ldi, ba'zi hozir psixologlar bor, hammasi ham emas. Chala psixologlar o'zingni xohishingdan qolma, o'zingni orzuyingga erish, u bu deyshadi. Bu noto'g'ri deb o'ylayman, mening fikrimcha. Albatta. Hammani roziligi kerak. Uyda o'sha katta bo'lsa, ota-ona, qaynona, qaynota, ularni roziligisiz ish boshlashmasin. Albatta. Savol javobi juda ham ajoyib bo'ldi. Endigina biznesini boshlayotgan surxondaryolik, nafaqat denolik, surxondaryolik ayollarga Sevropa maslahati shu bo'lyapti. Uydagilarda avvalambor erda rozichiligini olib boshlangan ishga Alloh baraka berar ekan do'stlar. Sevropa, keyingi savolim shaxsiy savolda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali sizni kuzatib turaman. Instagramda faqat farzandlaringizni qo'yasiz. Mashalloh, ko'z tegmasin. Endi savolim, farzandlaringiz sizni o'zi nechta? Bir 2 tami, 3 tami deb o'ylaganman-da. Primerni o'zimcha. 3 ta qizim bor alhamdulillah. Bitta o'g'lim, oxirgisi kichkinam o'g'lim. Uni uncha qo'ymayman, sababi xuddi dadasiga o'xshab kamerani yomon ko'radi. Dadasi ham rasmga ham tushmaydilar, videoga ham tushmaydilar. O'g'lim ham shunaqa bir chiroyli qiluvlar qilganda videoga olaman desam, o'zgaradi, kameraga olma deydi. Yomon ko'radi. Qizlarim maktabda o'qishadi. Bitta katta qizimni ham shu media sohasiga qo'ydim. Yaqindan beri blogerlik, brand face, modellik qilishni boshladi. Mashalloh. Men ham diniy, ham dunyoviy bilimlarni birga olib ketishni xohlayman bolalarimni ham. Albatta. 3 ta qizingiz, Alloh bergan bitta o'g'lingiz bor. O'g'lingiz ismi nima? Muhammad Amin. Muhammad Amin, mashalloh, juda ajoyibsiz. Ham diniy, ham dunyoviy ta'lim bergan ekansiz. Shunaqa. Albatta, har bir o'zimiz denolik ayollarimizni xohlaymiz. Sevropamga o'xshab Surxondaryoda yashayapsizlar. Sizlar opam 16 yil oldin Surxondaryoga kelin bo'lib kelib, Mega Surxon loyihasiga proyektiga start berib, Mega Surxonni 8 yil davomida rivojlantirib, men havas qildim. Sababi mening farzandlarim mana shuni sizning farzandlaringizga o'xshab ham diniy, ham dunyoviy ilmlarni olib, xalqimizga hozirdan men bo'layotgan sohalarga poddershkasi beradigan kasblarga qo'ygan ekansiz. Xo'p, Sevropa, bunday olib qaraydigan bo'lsak, bizning loyihamiz hozircha uncha ko'p vaqt talab qilmaydigan, ya'ni shunaqa podkastlar bor. Siz bilan menga yo'qyapti hozir. 1 soat, 2 soatlab suhbatlashib kelyapti. Afsuski bizning proyektimiz hozircha korotkalashgan. Sababi siz bugun keldingiz, boshqa kelmaysiz degani emas. Yaqinda siz bilan yana bir zo'r mavzu bo'ladi. Bunda bir 3 kishi yig'ilamiz. Yana bir tadbirkor ayolimiz bo'ladi. O'shanda naturi mana hozirgi denoda bo'layotgan muammolarni kelishib, yana ham ochiqroq suhbatlashib olsak bo'ladi deb o'ylayman. Podkast studiyamiz vohalar haqida o'zingiz fikrlaringizni bir bildirib o'tkazsangiz. Siz shu taklif berganingizda men rosa xursand bo'ldim. Men nima bo'lsa ham shu Surxondaryoni rivojlanishi uchun harakat qilaman. Aytdim-ku, boya ham aytib o'tdim, yangi blogerlar chiqadimi, hammasiga podpiska bosib qo'yaman, like bosib qo'yaman. Endi qo'limdan kelgan yordam shu dedim. Vohani aytganingizda juda ham xursand bo'ldim. Oldin faqat Toshkentdagilarni ko'rib o'tirardik-da. Surxondaryoda ham shunaqa studiya bor ekanda, yaxshi bo'pti, yaxshi narsa o'ylab topishibdi deb xursand bo'ldim. Juda ham shinam joy. Albatta. Yoqdi menga. Xudo xolasa nasib siz keyingi proyektimiz shunday iborat bo'ladiki, hozirgi kun biz danli moment hozir biznes haqida gaplashayotgan bo'lsak, ijtimoiy muammolar ko'tariladi. Menga yoqqani ham sizda diniy va dunyoviy ilm borligi. Barcha sizni studiyamizni ko'rganimizdan xursandmiz. Keyingi proyektlarimizda ham aktiv bo'lishingizni so'rab qolamiz. Do'stlar, bugungi proyektimizda mehmoni Mega Surxon loyihasini boshlagan основатель Sevropa bo'ladi. Opa, siz keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolaman. Rahmat. Sog' bo'lasiz.